Sen kimning o'g'li ekanligimni bilasanmi o'zi? Xo'sh, kim ekan u? Hokim. Oxirgi so'zingni aytib qolasanmi? Men har doim iPhone'ning fanati bo'lib qolaman. Sizga nima bo'ldi? Qizim tashib ketdi. 6-marta. Ha, buni tushunaman. Siz dam olishingiz kerak. Qanaqadir tanishlaringiz bormi? Masalan, qizingiz? Da, chotto не то. Nu, filmlarga qiziqasizmi? Topdim. Siz sariq sochli jallod qiz filmini ko'rishingiz kerak. U ajoyib kino. Yo'q, kerak emas. Bila, ko'zing keyayda. Qo'rqma, hazillashyapman.